Men Aron Epsteynman. Men Y Combinator kompaniyasidagi guruh sherigiman. Ushbu videoda biz biznes modellari va narxlash usullari haqida suhbatlashamiz. Bu videoda biz 3 ta asosiy masalani ko'rib chiqamiz. Birinchisi, deyarli har 1 milliard dollar qiymatidagi kompaniyaning 9 ta biznes modeli mavjud. Ma'lum bo'lishicha, eng katta g'alabani ta'minlaydigan omillar atigi bir nechta ekan. Keyingi mavzumiz Vice'ning eng yaxshi 100 ta kompaniyasi ro'yxatidan olingan biznes modeli bo'yicha saboqlar haqida bo'ladi. Va nihoyat, biz Vice Y Combinator orqali o'tgan minglab kompaniyalardan olingan startaplar narxlash bo'yicha ba'zi muhim xulosalarni ko'rib chiqamiz. Shunday ekan, avvalo g'oliblarni yaratadigan biznes modellar haqida so'zlashaylik. Agar bilmasangiz, biznes model bu pul topish usulini ifodalovchi atama. Ma'lum bo'lishicha, biznes modellari juda muhim ekan. Chunki biz ko'pincha shunday ta'sischilarni ko'ramizki, ular investorlar moliyalashtirishni xohlamaganda va bizneslari o'smaganda qattiq xafa bo'lishadi. Va ko'p hollarda ular buning sababini aniq bilishmaydi. Va odatda buning sababi ular sinovdan o'tgan biznes modelidan foydalanmayotganligidir. Aslida, milliard dollarlik kompaniyalarning deyarli barchasini bir nechta biznes modellari tashkil etadi. G'ildirakni qaytadan kashf qilishga urinish o'rniga, aslida ularning birini ko'chirib olishingiz maqsadga muvofiq. Mana ular ham. Deyarli har 1 milliard dollarlik kompaniya ushbu 9 ta biznes modelidan biriga tegishli. SaaS biznes modellari mavjud bo'lib, bu xizmat sifatida dasturiy ta'minot deganidir. Bu bulutga asoslangan obuna tizimidagi dasturiy ta'minot bo'lib, mijozlar undan foydalanish uchun oylik yoki yillik to'lovlarni amalga oshiradilar. Tranzaksiyalarni osonlashtiradigan va ulardan ma'lum ulushni oladigan transaksiya biznes modellari mavjud. Ular ko'pincha moliyaviy texnologiya kompaniyalaridir. Bundan tashqari xaridorlar va sotuvchilar o'rtasidagi olzotda jarayonlarni yengillashtiruvchi savdo maydonchalar ham mavjud. Bular ko'pincha ikki tomonlama bozorlar deb yuritiladi. Bundan tashqari murakkab texnologiyaga asoslangan bizneslar ham mavjud. Foydalanish hajmiga asoslangan biznes modellari mavjud. Zamonaviy tadbirkorlik ham, samarali reklama ham, rivojlangan elektron savdo ham, ilg'or biologiya ham hozirgi vaqtda mavjud. Shunday qilib, bu videoda men ushbu biznes modellarning har birini batafsil ko'rib chiqmayman. Buning o'rniga men tayyorlagan biznes model bo'yicha qo'llanmani taqdim etamiz. Uning havolasi quyidagi tavsifda keltirilgan bo'ladi. Ushbu qo'llanma har bir biznes modeli uchun eng muhim ko'rsatkichlarni, ularning har biri bo'yicha asosiy xulosalarni va kompaniyangiz qo'llayotgan biznes modeliga qarab o'rganishingiz mumkin bo'lgan boshqa o'xshash kompaniyalarni qamrab oladi. Ushbu videoda men eng yuqori 100 ta Vice kompaniyasidan o'rganishimiz mumkin bo'lgan jihatlar haqida to'xtalmoqchiman. Vice kompaniyalarining eng yaxshi 100 taligi Y Combinator .com saytidagi eng yaxshi kompaniyalar ro'yxatidan olingan bo'lib, bu Y Combinator hozirga qadar moliyalashtirgan eng qimmatli kompaniyalar ro'yxatidir. Shunday qilib, ushbu video maqsadi men ro'yxatni ko'rib chiqdim va har bir kompaniyani ularning asosiy biznes modeliga moslashtirdim. Buning natijasida qanday qiziqarli xulosalarga kelishimiz mumkinligini aniqlashga harakat qildim. Hozirgi kunda ba'zi rivojlangan va yirik kompaniyalar amalda bir nechta biznes modellardan foydalanmoqda. Ammo endi boshlangan startap sifatida siz faqat bitta biznes modeliga e'tiboringizni qaratishingiz lozim. Shunday qilib, mana bular Vice kompaniyalarining biznes modeli bo'yicha tuzilgan eng yaxshi 100 taligidir. Bu yerda biz bir nechta qiziqarli narsalarni ko'ryapmiz. Birinchidan, Vice kompaniyalarining eng yaxshi 100 taligida SaaS bizneslari 31% tashkil etadi. Vice kompaniyalarining eng yirik 100 tasining 22% transaksiyon bizneslar tashkil etsa, bozorlar esa amalda 14% egallaydi. Shunday qilib, faqat ushbu 3 ta biznes modeli SaaS, transaksiyon va marketplacelar Vice artistning eng yaxshi 100 taligi ichida 67% tashkil etadi. Boshqa tomondan, reklama va elektron tijorat kabi biznes modellari Vice kompaniyalarining eng yaxshi 100 talik ro'yxatida deyarli ko'zga tashlanmaydi. Agar siz startap natijalari va venture kapital daromadlari haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, kuchli qonuniyat ta'siri mavjudligini bilasiz. Bu shuni anglatadiki, eng yirik g'oliblar boshqa barcha korxonalardan bir necha barobar ustun bo'lib, ulardan keskin farq qiladi. Bu Vice'ning eng yaxshi 100 ta kompaniyasi ro'yxati uchun ham xuddi shunday. Ma'lum bo'lishicha, eng yaxshi 100 ta Vice kompaniyasining umumiy qiymatidan 50% aslida faqat eng yuqori 10 talikka to'g'ri kelar ekan. Shuning uchun bu 10 ta kompaniyadan qanday xulosalar chiqarishimiz mumkinligini ko'rib chiqish juda qiziqarli.
Mana ular ham. Bular qiymat jihatidan eng yuqori o'rindagi 10 ta Vice kompaniyasi. Bu yerda siz juda yaxshi biladigan yoki muntazam ravishda faol foydalanadigan bir qator taniqli va mashhur kompaniyalar mavjud. Airbnb, Stripe, Instacart, Coinbase, DoorDash, Reddit va boshqa ko'plab platformalar. Va eng qiziq tomoni shundaki, Vice'ning eng yaxshi 10 taligidan 5 tasi aslida bozor maydonlaridir. Airbnb ham mavjud, Instacart ham bor. DoorDash ham ishlamoqda. OpenSea ham faoliyat ko'rsatmoqda. Fire ham xizmat ko'rsatib turibdi hozirda. Bu yerda qiziqarli xulosa shundaki, bozorlar eng ko'p hollarda g'olib hamma narsani oladi. Turdagi kompaniyalarni yaratish ehtimoli yuqori. Bozorlar chindan ham ulkan miqyosga yetganda, ular o'z sohasida shunchalik yirik va ustunlikka ega bo'lib qoladiki, boshqa raqobatchilar uchun bozor ulushi yoki faoliyat maydonini deyarli qoldirmaydi. Shunday qilib, bozorlar eng yaxshi 100 ta kompaniyaning 14% ni tashkil etsa-da, ularning aksariyati eng yaxshi 10 talikka kirgani sababli aslida umumiy qiymatning 30% ni yaratmoqda. Bozorlarni yo'lga qo'yish juda qiyin bo'lsa-da, ularda tovuq va tuxum muammosi mavjud. Bu shunday muammoki, siz shunchaki mahsulotingizni yaratib, uni darhol mijozlarga sota olmaysiz. Mijozlarni jalb qilish uchun bozorning ikkala tomonini, ya'ni taklif va talabni bir vaqtning o'zida hal etishingiz lozim bo'ladi. Biroq, ular burilish nuqtasiga yetib, samarali ishlay boshlagach, ulkan tarmoq ta'siriga ega bo'ladilar. Bunda platformaning har bir yangi foydalanuvchisi boshqa barcha ishtirokchilar uchun qiymatni oshiradi. Aynan shu narsa ularni ustun g'oliblarga aylantiradi. Siz Airbnb singari kompaniyalarni misol qilib olishingiz mumkin. Agar siz qisqa muddatga turar joy ijaraga olmoqchi bo'lsangiz, ehtimol Airbnb saytiga murojaat qilarsiz, chunki barcha mavjud joylar o'sha yerda joylashgan. Xuddi shunday NFT sotib olmoqchi yoki sotmoqchi bo'lsangiz, ehtimol OpenSeaga yo'l olardingiz, chunki barcha shu yerda to'planadi. Ana shunday qilib bular asosiy g'oliblarga aylanadi. Shuningdek, Vice'ning eng yuqori 10 taligidan 3 tasi ham tranzaksion bizneslar ekanligi ma'lum bo'ldi. Stripe, Coinbase va Brex singari kompaniyalar shular jumlasidandir. Bu yerdagi asosiy xulosa shundan iboratki, tranzaksion bizneslar mablag'lar oqimida bevosita ishtirok etganligi sababli boshqalardan ancha yuqori natijalar ko'rsatadi. Bu shuni anglatadiki, ular pul oqimi o'tadigan platformadir. Shuning uchun ular o'z ulushlarini olish juda oson bo'ladi. Shunday qilib, tranzaksion kompaniyalar Vice'ning eng yaxshi 100 ta kompaniyasining 22% ni tashkil etsa-da, aslida ular umumiy qiymatning 29% ni yaratmoqda. Buning sababi shundaki, ular tranzaksiyaga iloji boricha yaqin joylashgan. Bu 2010 yilda Vice dasturida qatnashayotganimda olgan maslahatim edi. Iloji boricha bitimga yaqinroq bo'lishga harakat qilish kerak. Agar siz Stripe kabi kompaniyalar uchun to'g'ridan-to'g'ri pul o'tkazmalari bilan shug'ullanadigan yoki Brex singari korxonalar pul sarflash uchun korporativ karta taqdim etadigan kompaniya bo'lsangiz, demak siz bevosita mablag'lar oqimining ichida faoliyat yuritasiz. Shunday ekan, o'z ulushingizni olish hech gap emas. Boshqa tomondan, agar siz hamkorlik biznesini yuritayotgan bo'lsangiz, oxir-oqibat pul olishingiz uchun bir necha bosqichlar bo'lishi kerak. Bu esa sizni tranzaksiyadan ancha uzoqlashtiradi va natijada bunday biznes unchalik yaxshi hisoblanmaydi. Tranzaksion bizneslar bitimga juda yaqin bo'lganligi sababli, ko'pincha ular ustiga qurilgan boshqa kompaniyalar uchun muhim infratuzilmaga aylanib qoladi. Bu bizneslar boshqa korxonalar faoliyatining asosiy poydevori bo'lib xizmat qiladi. Va bu odatda ularning eng muhim 3 muammosidan birini hal qilayotganlarini anglatadi. Shunday ekan, mijozlaringizdan to'lov olishning asosiy usuli sifatida Stripe xizmatidan foydalansangiz, uni butunlay o'zgartirib tashlash haqidagi fikrning o'zi sizga dahshatli tuyulishi mumkin. Siz hech qachon bunday qilishni istamaysiz. Ana shu sababli bu tranzaksion bizneslar shunchalik ustunlikka erishmoqda. Shuningdek, SaaS korxonalarining eng yuqori 100 talik ro'yxatga kirish ehtimoli eng yuqori ekanligini ko'rmoqdamiz. Buning sababi shundaki, ularning doimiy daromad manbai bor. Demak, Vice'ning eng yaxshi 100 ta kompaniyasidan 31% aslida SaaS bizneslardan iborat ekan. Bu deyarli 3 dan 1 ni tashkil etadi. Buning sababi takroriy daromadlarning ularni ajoyib biznesga aylantirishidir. Bu shuni anglatadiki, mijozlar to'lovni to'xtatishni aniq aytmagunlariga qadar har oy yoki har yili to'lovni amalga oshirishni davom ettiraveradi. Shunday qilib, buning ko'plab afzalliklari mavjud, jumladan ular olayotgan bashorat qilinadigan daromad ham. Bu esa ularga o'z bizneslarini rivojlantirish va kengaytirish imkonini beradi. Shuningdek, juda oz sonli reklama korxonalari katta muvaffaqiyatga erishishini ko'rishimiz mumkin. Bu ajablanarli bo'lishi mumkin. Chunki biz o'z faoliyatini
reklama biznes modeliga asoslab qurgan ko'plab kompaniyalar bilan yaxshi tanishmiz. Google, Facebook, Twitter kabi bir qancha ijtimoiy tarmoqlar mavjud. Aslida Vice kompaniyalarining eng yaxshi 100 tasidan atigi 3%gina pul ishlashning asosiy usuli sifatida reklama biznes modelidan foydalanadi. Buning sababi shundaki, reklama kompaniyalari muvaffaqiyatga erishish uchun tabiiy tarqalishga ehtiyoj sezadi. Ular kutilmagan muvaffaqiyatga erishishlari va barcha foydalanuvchilar vaqt o'tkazish uchun keladigan yoki Twitch holatida jonli efirlarni tomosha qiladigan asosiy markazga aylanishlari kerak. Lekin bu sodir bo'lganda, ular xuddi bozorlar singari juda kuchli tarmoq ta'siriga ega bo'lishadi. Shunday qilib odamlar Redditda vaqt o'tkazib jamoalar hosil qilishga intilishadi, chunki hamma odamlar aynan o'sha joyda turibdi-ku. Odamlar jonli efirlarni ko'rish uchun Twitch'ga kirishadi, chunki barcha streamerlar o'sha yerda to'plangan. Shuni yodda tutish juda muhimki, agar siz internetdagi eng yaxshi 10 talik saytlar qatoriga kirishni kutmayotgan bo'lsangiz, reklamani asosiy biznes modelingiz sifatida qo'llamasligingiz kerak. Aks holda katta kompaniyaga aylanish uchun daromad olish va keng ko'lamli rivojlanishni amalga oshirish juda murakkab bo'ladi. Xo'sh, bu ro'yxatdan qanday umumiy xulosalar chiqarishimiz mumkin? Avvalo, top 100 ro'yxatida bo'lmagan narsalarni ko'rib chiqish qiziqarli. U yerda xizmatlar yoki maslahat berish korxonalari mavjud emas. Shu sababli mijozlaringizga xizmat ko'rsatish yoki maslahat berishni boshlash foydali bo'lishi mumkin. Bu asosan ular uchun to'g'ri mahsulot yaratayotganingizga ishonch hosil qilish va o'rganish imkoniyati sifatida xizmat qiladi. Ammo konsalting bizneslari dasturiy ta'minot o'rniga xodimlar soniga bog'liq bo'lgan takrorlanmaydigan daromadga ega bo'lishdan qiynalmoqda va natijada juda past foyda marjalariga ega bo'lmoqda. Shuning uchun bu bizneslar venture miqyosida emas. Xuddi shunday hamkorlik asosida ishlaydigan korxonalar ham odatda bitimlarga bevosita aloqador bo'lmaydi. Bu shuni anglatadiki, siz mijozni jalb qilishingiz, uni boshqa mahsulot yoki xizmatga yo'naltirishingiz, ular haqiqatan ham o'sha mahsulot bo'yicha bitim tuzishiga umid qilishingiz kerak. Aks holda 30 kundan 90 kungacha bo'lgan muddat o'tgach, ozgina komissiya olasiz. Shunday ekan, keng miqyosda hamkorlik biznesini yuritib, katta daromad olish juda mushkul. Xuddi shunday, apparat biznesi ham yo'lga qo'yish uchun jismoniy qismlarni sotib olishga ko'p mablag' talab qiladi va natijada ularning foyda marjasi past bo'ladi. Shuning uchun bunday bizneslarni boshlash juda mushkul bo'ladi. Shuningdek, ular samarali bo'lsa ham, ularni kengaytirish uchun juda katta miqdordagi mablag' talab etiladi. Shuningdek, siz bu ro'yxatda boshqa platformalarda yaratilgan bizneslarni ham ko'rmaysiz. Chunki ularda odatda platformaga bog'liq xavf-xatar juda yuqori bo'ladi. Agar sizning biznesingiz boshqa yirik muvaffaqiyatli platforma negizida qurilgan bo'lsa va u samarali ishlay boshlasa, o'sha platformaning manfaati sizni to'xtatib qo'yish va barcha daromadni o'ziga olishdan iborat bo'ladi. Shu sababli bular boshida samarali ko'rinsa-da, har qanday paytda to'satdan to'xtatib qo'yilishi mumkin. Biz shuni ham ko'ryapmizki, muntazam daromad doimiy ravishda g'oliblarni yuzaga keltirmoqda. Bu shunday bo'lishining sababi u juda bashorat qilsa bo'ladigan narsa. Mijoz to'lov majburiyatini olganidan so'ng to'lovni to'xtatishni ochiq-oydin aytmaguncha to'lashni davom ettiraveradi. Bundan tashqari, ularda mijozlarning umr bo'yi qiymati bir martalik tranzaksiyalarga qaraganda ancha yuqori bo'ladi. Bu esa mijozlarni jalb qilish xarajatlarining kamayishiga olib keladi. Shunday qilib, mijozlarni qayta-qayta jalb qilishga majbur bo'lmaysiz. Agar sizda bir martalik tranzaksion biznesingiz bo'lsa, u holda dastlab mijozni jalb qilish uchun mablag' sarflashingiz, so'ngra mavjud mijozlarni ko'proq xarid qilishga undash uchun qo'shimcha sarmoya kiritishingiz zarur bo'ladi. Doimiy daromad keltiruvchi bizneslar uchun esa vaziyat bunday emas. Biroq takrorlanuvchi daromad faqat mijozlarni samarali saqlab qolish qobiliyatiga ega bo'lgandagina o'z samarasini beradi. Mahsulotingiz faqat boshidagina qiymatli bo'lib, keyin hech qachon foyda keltirmasligi yetarli emas. Siz mijozlaringizga muntazam ravishda qiymatli xizmat ko'rsatishda davom etishingiz zarur, aks holda ular sizdan voz kechib, to'lovni to'xtatib qo'yishlari mumkin. Bundan tashqari, agar mijozlar ketib qolishi ko'p bo'lsa, teshikchalakni kengaytira olmaysan. Bunga misol qilib, agar sizning takrorlanadigan daromad mahsulotingiz uchun oylik saqlash darajasi 95% bo'lsa, bu shuni anglatadiki, har oyda mijozlaringizning 5% sizga to'lovni to'xtatib, xizmatdan voz kechadi. Agar siz yil boshida 100 ta mijoz bilan ishni boshlaganingizda, yil oxiriga kelib, dastlabki 100 ta mijozingizdan atigi 54 tasi qolgan bo'lardi. Bu shuni anglatadiki,
Siz atigi 1 yil ichida mijozlaringizning 46% ni yo'qotib qo'yar ekansiz. Yilni boshlagan joyingizdan ketish uchun 46 ta yangi mijoz topishingiz kerak bo'ladi. Aytaylik, misol uchun, sizda 95% o'rniga 90% oylik saqlash ko'rsatkichi bo'lsa, atigi 5 farq bor, xolos. Va bu aslida birinchi yilning oxirida atigi 28 ta mijozga olib kelar edi. Bu juda katta farq va yengib o'tish kerak bo'lgan ulkan to'siq. Shunday qilib, oylik mijozlarni saqlab qolish ko'rsatkichidagi atigi 5% lik farq aslida startap kompaniya uchun hayot-mamot masalasi bo'lishi mumkin. Shuningdek, eng katta yutuqlarga erishganlarning ko'pchiligi mustahkam himoya vositalari bilan ta'minlanganini ko'rishimiz mumkin. Ko'plab bozorlarda tarmoq ta'siri kuzatiladi. Bunda har bir yangi foydalanuvchi bozorning qiymatini oshiradi va natijada bitta kompaniya bozorda yetakchi o'yinchiga aylanadi. Bundan tashqari, tizimga bog'lanib qolish va boshqa tizimga o'tishning yuqori xarajatlari mavjud. Biz buni Stripe singari tranzaksion korxonalar misolida ko'rib turibmiz. Agar siz odamlarning pul olishi va to'lovlarni amalga oshirishining asosiy vositasi bo'lsangiz, ular sizdan voz kechishlari ehtimoliy juda kam. SaaS bizneslarda mijozlar to'xtatishni so'ramaguncha muntazam ravishda to'lovlarni amalga oshiraveradi. Bu esa sizga doimiy daromad olib keladi. Platformangizda mijozlar ma'lumotlarini saqlab, ularni qo'llab qo'yishingiz ham mumkin. Bunday holatda mijozlar to'lovni to'xtatishi bilan barcha ma'lumotlar yo'qoladi. Bundan tashqari, korporativ mijozlar bilan ishlash ko'pincha murakkab bo'lib, yirik kompaniyalarga mahsulot sotish uzoq vaqt talab etsa-da, odatda bir marta sotilgandan so'ng bunday mijozlarning kompaniyani tark etish darajasi ancha past bo'ladi. Texnik innovatsiya haqiqatan ham juda mustahkam raqobat ustunligini yaratishning yana bir usuli hisoblanadi. Buni ayniqsa murakkab texnologiya va biotexnologiya kompaniyalarida tez-tez kuzatamiz. Shunday qilib, siz kruiz kabi o'z-o'zini boshqaradigan avtomobillar yaratayotgan va bom singari tovushdan tez samolyotlar ishlab chiqarayotgan kompaniyalarni tasavvur qilishingiz mumkin. Bu turdagi bizneslar uchun ishlaydigan mahsulotga erishish juda ko'p vaqt talab etadi. Shunday qilib, ular bilan raqobatlashish uchun yillar davomida murakkab texnik taraqqiyotni amalga oshirish va ularga yetib olish talab etiladi. Shuningdek, yuqori foyda marjalari va yaxshilangan birlik iqtisodiyoti raqobatbardoshlikni mustahkamlashi mumkinligini ko'ramiz. DoorDash va Instacart kabi kompaniyalar misolida shuni ko'rish mumkinki, ular shunday miqyos iqtisodiga erishganlarki, hozirda juda yirik bo'lib, bu miqyosda o'z xarajatlarini yanada pasaytirish va foyda marjalarini oshirishga erishdilar. Yangi bozorga kirayotgan raqobatchilar esa bunday imkoniyatlarga ega bo'la olmaydilar. Va nihoyat, agar mahsulotingiz virusli tarqalish yoki og'izdan og'izga marketing orqali organik tarzda tarqalsa, shu yo'l bilan ham o'z bozoringizda yetakchilikni qo'lga kiritishingiz mumkin. Agar mahsulotingizning mavjud foydalanuvchilari yangi foydalanuvchilarni taklif qilishi tufayli ularni bepul jalb qila olsangiz va mijozlarni jalb qilish uchun pul sarflashga majbur bo'lgan kompaniya bilan raqobatlashayotgan bo'lsangiz, siz ancha tezroq o'sib, bozorning ko'proq ulushini egallab olasiz. Shuni ta'kidlash kerakki, eng yaxshi bizneslar quyidagi xususiyatlarga ega muntazam daromad keltiradi. Mijozlarni uzoq muddat saqlab qoladi, raqobatdan himoyalanadigan afzalliklarga ega bo'ladi va moliyaviy operatsiyalarga iloji boricha yaqin turadi. Ular xodimlar soni bilan emas, balki dasturiy ta'minot yordamida kengayadi. Ular sinovdan o'tgan va mijozlarga tanish bo'lgan biznes modellaridan foydalanadilar. Shu sababli avvalo mahsulotingizni takomillashtirishga e'tibor qaratishingiz juda muhim. Yangilik bo'lishi kerak bo'lgan narsa bu va biznes modelingizni ana shu isbotlangan g'oliblarning biridan ko'chirishdir. Yaxshi, endi narxlash masalasiga o'tamiz. Narxni tezroq o'rganishga yordam beradigan vosita sifatida o'ylash muhim. Bu sizga mahsulotingizni kimlar xohlashini, ular uni qanchalik istashini, mahsulotingiz foydalanuvchilaringizga qanday qiymat berishini va mijozlarni jalb qilish uchun qaysi kanallardan foydalana olishingizni o'rgatishda yordam beradi. Sizga yordam berish maqsadida Vice'ning eng yaxshi kompaniyalaridan olingan 5 ta narxlash bo'yicha muhim ma'lumotlarni to'plab chiqdim. Birinchidan, siz to'lov olishingiz kerak. Aslida, bu ta'sischilar yo'l qo'yadigan eng keng tarqalgan xatodir. Ko'pincha asoschilar turli sabablar tufayli o'z mahsulotlari yoki xizmatlari uchun haq olishdan cho'chishadi. Ular ko'pincha mijozlaridan rad javobini eshitishdan qo'rqadilar. Ular mijozlarning ketib qolishidan va boshqa qaytib kelmasligidan xavotirda. Ular mijozlarning aslida raqobatchilarning mahsulotlaridan foydalanib ketishidan xavotirga tushmoqdalar. Ammo ma'lum bo'lishicha, mahsulot yoki xizmat uchun haq olish aslida biznesingiz haqida juda ko'p muhim ma'lumotlarni o'rganishning eng samarali usullaridan biri ekan. Birinchidan, foydalanuvchilaringiz umuman to'lovga tayyormi yoki yo'qmi?
Bu ko'pincha ikki xil holatda bo'ladi-yo. Ular hamyonlarini ochishga tayyor bo'lishadi yoki mahsulotingizda bu to'siqni yengib o'tish uchun yetarli qadr-qiymat ko'rishmaydi. U sizga qaysi foydalanuvchilar to'lovga ko'proq tayyor ekanligini ham ko'rsatib berishi mumkin. Agar siz yoki B mijoz segmentini tanlash haqida qaror qilmoqchi bo'lsangiz, ulardan qaysi bir mahsulotingiz uchun ko'proq haq to'lashga tayyor ekanligini aniqlashga harakat qilish, mahsulotingizga qaysi segment ko'proq ehtiyoj sezayotgani haqida aniq ma'lumot berishi mumkin. U shuningdek, ular qancha to'lashga tayyor ekanligini ham ko'rsatib berishi mumkin. Narxlarni yuqoriroq qo'yish orqali mijozlaringiz mahsulotingizni qanchalik qadrli deb bilishlarini aniqlashga urinib ko'rishingiz mumkin. Hamma to'lovdan bosh tortgan taqdirda ham bu siz uchun qimmatli ma'lumot hisoblanadi. Chunki bu sizga mahsulotingizga hali yetarli darajada qiymat qo'shmaganingizni yoki noto'g'ri mijozlar qatlami bilan muloqot qilayotganingizni ko'rsatadi. Stripek kompaniyasi buning ajoyib misolidir. Dastlabki kunlarda Strip o'z mahsulotida yaratayotgan qiymatning qanchalik ekanligini sinab ko'rmoqchi edi. Raqobatchilarning aksariyati har bir tranzaksiya uchun taxminan 3 haq olayotgan bir paytda Stripi o'z narxini tranzaksiya boshiga 5 etib belgilashga qaror qildi. Bu raqobatchilarning narxidan deyarli 2 barobar yuqori edi. Ular buni shunday maqsadda qilishgan: mijozlar bir marta bosish orqali ro'yxatdan o'tish va tezda ishni boshlash imkoniyati kabi xususiyatlarga qanchalik ahamiyat berishini chuqur o'rganib chiqmoqchi edilar. Dasturchilarga ishni ancha tezroq va samarali boshlashga katta yordam beradigan juda batafsil va tushunarli API hujjatlar mavjud. Shunday qilib, ular mijozlarni jalb qilish uchun raqobatchilardan pastroq narx belgilash o'rniga aksincha o'z mahsulotlariga yetarlicha qiymat qo'shganliklarini isbotlash maqsadida o'zlari uchun juda yuqori me'yor o'rnatdilar. O'sh nimadan boshlasangiz bo'ladi? Men tavsiya qiladigan birinchi narsa shuki, bu haqda ortiqcha bosh qotirmang. Agar internetda qidirsangiz, narxlarni maksimal darajada oshirish va to'g'ri narxni belgilash uchun ko'plab jadvallar, grafiklar, formulalar va boshqa turli murakkab usullarni topishingiz mumkin. Ammo aslida endigina ishni boshlaganingizda eng muhimi narxlaringizni to'g'ri darajada belgilashdir. Mening aytmoqchi bo'lganim shuki, agar siz mahsulotingizni $10 sotayotgan bo'lsangiz, mijozlaringiz $100 to'lashga tayyor bo'lsa, narxingizni qayta ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Siz bir daraja xato qildingiz. Biroq agar siz $10 olayotgan bo'lsangiz, mijozlaringiz $15 yoki $20 to'lashga tayyor bo'lsa, bu haqda bosh qotirmang. Siz haqiqatan ham to'g'ri yo'nalishda ketayotgansiz. Bu albatta eng muhim va zarur narsa hisoblanadi. Bozordagi narxlar doimiy ravishda barqaror emas, albatta. Bu haqiqatan ham juda muhim. Yaratgan mahsulingizning to'liq qiymatini mijozlaringizdan olish uchun ko'pincha yillar davomida takrorlash va takomillashtirish talab etiladi. Shuning uchun dastlabki bosqichda bu to'liq qiymatni qo'lga kiritish haqida xavotirlanmang. Buni to'liq foydalanish uchun sizda ko'p vaqt bo'ladi. Keyingi muhim fikr shuki, narxni mahsulot yoki xizmatning haqiqiy qiymatiga asoslanib belgilash kerak. Uning tannarxiga emas. Demak, bu yerda 3 ta muhim qism bor. Birinchisi narx masalasi. Bu mijozingizga xizmat ko'rsatish uchun sizga qancha mablag' ketishini ko'rsatadi. Navbatdagi o'zgaruvchi narxdir. Mana siz so'rayotgan narx. Bundan tashqari, mahsulotingizning mijozlar nazaridagi qiymati ham mavjud. Shunday qilib, ta'sischilar ko'pincha xarajat qo'shimcha narxlash deb ataladigan usuldan boshlaydilar. Men buni maslahat bermasdim. Bu odatda mijozga xizmat ko'rsatish xarajatlaringizni hisoblab chiqish va keyin uning ustiga ma'lum bir miqdor, masalan, $10 qo'shishni anglatadi. Mana sizning narxingiz shu. Ammo bu aslida mijozlaringiz mahsulotingizda ko'rayotgan narsalarning to'liq qiymatini e'tibordan chetda qoldiradi. Shunday qilib, mijozingizga xizmat ko'rsatish xarajatingiz bilan siz belgilagan narx o'rtasidagi farq sizning marjangizdir. Bu har bir operatsiyadan qancha daromad olishingizni ko'rsatadi. Mahsulotingizning narxi bilan mijozlaringiz ko'rayotgan qiymati o'rtasidagi farq bu sizning narxlarni oshirish va mijozlar tomonidan idrok etilayotgan qiymatning ko'proq qismini qo'lga kiritish imkoniyatingizdir. Endi agar sizning xarajatingiz narxingizdan yuqori bo'lsa, bu shuni anglatadiki, sizda salbiy foyda marjasi paydo bo'ladi va siz biznesni salbiy foyda marjasi bilan kengaytira olmaysiz. Xuddi shunday, agar sizning narxingiz mijozlaringiz mahsulotingizda ko'rayotgan qiymatdan yuqori bo'lsa, bu ular sizdan hech narsa sotib olmasligini anglatadi. O'z qadringizni qanday aniqlaysiz? Buni amalga oshirishning bir necha qiziqarli usullari bor. Birinchisi, foydalanuvchilaringiz bilan muloqot qiling. Siz ulardan o'zingiz hal qilayotgan muammo haqida so'rab, ular uchun bu yechimning qanchalik ahamiyatli ekanligini tushuntirib berishlarini so'rashingiz mumkin. Bu ko'pincha shunday ko'rinadi. Agar siz mijoz bilan bog'lansangiz,
va uni qo'ng'iroqqa jalb qila olsangiz, undan so'rashingiz mumkin. Bizning mahsulotimiz sizning qanday muammongizni hal qilishini umid qilyapsiz. Va ular sizga ko'pincha aytib turadilar. Xuddi shunday, mahsulotingizga ro'yxatdan o'tgan, ammo hali to'lov qilmayotgan foydalanuvchingiz bo'lsa, u bilan bog'lanib, suhbatlashishingiz va nima sababdan degan savolni berishingiz mumkin. Mahsulotlarimiz sizning qaysi muammongizni hal qiladi deb umid qilgan edingiz? Va ularning javobi odatda 4 ta qiziqarli narsadan biriga to'g'ri keladi. Birinchisi, ular sizdan ko'proq pul topishlariga yordam berishingizni umid qilayotganlarini aytishlari ehtimoli yuqori. Bu har qanday kompaniya orzu qiladigan narsa. Yoki ular sizdan xarajatlarni kamaytirishda yordam berishingizni umid qilayotganlarini aytishlari mumkin. Balki sizning mahsulotingiz ularning vaqti yoki mablag'ini tejab berayotgandir. Ular yana sizning mahsulotingiz orqali o'z ishlarini tezlashtirishni umid qilayotganliklarini ham aytishlari mumkin. Balki ularda 6 oydan keyin ishga tushmoqchi bo'lgan biror narsa bordir, ammo sizning mahsulotingiz yordamida buni atigi bir necha hafta ichida amalga oshirishlari mumkin. Bu juda foydali tuyuladi. Yoki ular aytishlari mumkinki, agar siz ularga qonun-qoidalarga rioya qilishda yordam bersangiz yoxud ular shug'ullanishni istamaydigan muammolarni o'z zimmangizga olsangiz, sizning mahsulotingiz ularga xatarlardan qochishda yordam berishi mumkin. Qiymatingizni aniqlashning yana bir usuli foydalanuvchilardan qarshilik ko'rmaguncha narxlarni asta-sekin oshirib borishdir. Narxlaringizni asta-sekin oshirib borsangiz, oxir-oqibat eng maqbul narxni topasiz. Bu narx mijozlar norozilik bildirsa-da, baribir to'lashni davom ettiradigan narx bo'ladi. Aslida bu yaxshi narsa ekanda, shunday emasmi? Bu yuqori narx belgilashdan va mijozlarning ketib qolishidan qo'rqishni bartaraf etadi. Chunki eng maqbul holat, siz mijozga narxni aytganingizda, u bu haqda o'ylab ko'rishi kerakligini ma'lum qiladi. Ular orqaga qaytib ketishadi. Keyin bir haftadan so'ng yana sizning oldingizga kelib, bu yaxshi ko'rinadi deb aytishadi. Siz eng zo'r yechim ekansiz. Agar siz chindan ham pastroq narx belgilasangiz, biz boshqa tomondan ko'proq to'lashga tayyormiz. Ular ham bu juda zo'r ekan deb darhol rozi bo'lishadi. Xo'sh, bu ehtimol siz narxlarni juda past belgilayotganingizni va ko'p daromadni qo'ldan boy berayotganingizni anglatadi. Bu meni 3-chi xulosamga olib keladi. Aksariyat startaplar aslida o'z xizmatlariga yetarlicha yuqori narx belgilamayapti. Siz shunday ekanligingizni deyarli aniq. Narxlarning pastligi esa uzoq muddatli ustunlik bo'la olmaydi. Ba'zan asoschilarga duch kelganimizda ular shunday deyishadi. Bizning mahsulotimiz xuddi yirik raqobatchimiznikiday, lekin narxi arzonroq. Va bu aslida yaxshi fikr emasdek tuyuladi. Bu g'olib yaratishning to'g'ri yo'li emas. Bu shuni anglatadiki, sizning yirik raqobatchingiz sizni biznesdan chiqarib yuborguncha, ularning moliyaviy imkoniyatlari va ko'lami ancha katta bo'lgani sababli mahsulotlarni sizning ishlab chiqarish xarajatlaringizdan ham ancha past narxda sotishi mumkin. Shuning uchun narxni yagona farqlovchi omil sifatida qo'llashni tavsiya etmayman. Shuningdek, ma'lum bo'lishicha, xizmatki mahsulotingiz uchun yuqoriroq narx belgilasangiz, daromad marjangiz oshadi va raqobatchilaringizdan o'zingizni himoya qilish uchun kuchliroq imkoniyat yaratishingiz mumkin. U shuni anglatadiki, raqobatchilaringizga nisbatan yuqoriroq foyda marjasiga ega bo'lsangiz, mijozni jalb qilish uchun ko'proq mablag' sarflashingiz mumkin. Natijada, barcha mijozlarni raqobatchilaringizdan oldin o'zingizga jalb qila olasiz. Narx belgilash qiymatni ham aks ettirishi muhimligini yodda tutish lozim. Mijozlar sizning mahsulotingizni baholayotganida uning qanchalik qadrli ekanligini ko'rsatuvchi ko'p belgilar bo'lmaydi. Ammo siz belgilagan narx aslida ana shunday asosiy belgilardan biridir. Shunday ekan, agar sizning narxingiz raqobatchilaringiznikidan past bo'lsa, mijozlaringiz sizning mahsulotingizni ularnikiga nisbatan kamroq qimmatga ega deb hisoblashlari mumkin. Xuddi shunday, agar siz yuqoriroq narx belgilasangiz, mijozlaringiz sizning mahsulotingizni raqobatchilarnikidan ham qimmatliroq deb hisoblashlari mumkin. Shunday qilib, bu juda yaxshi natija berishi mumkin. Shunday ekan, narxlarni oshirish daromadni ko'paytirishning eng oson yo'li ekan. Agar sizning 1000 ta mijozingiz bo'lsa va daromadingizni 2 baravarga oshirmoqchi bo'lsangiz, yana 1000 ta yangi mijoz topish uchun shuncha vaqt, kuch va mablag' sarflash juda murakkab tuyulishi mumkin. Biroq, agar siz shunchaki veb-saytdagi raqamni o'zgartirish yoki mijozlarga savdo o'rog'ida aytayotgan narxni ko'tarish orqali mahsulotingiz narxini 2 baravarga oshira olsangiz va mahsulotingiz bu yuqori qiymatni oqlasa, demak, siz deyarli hech qanday mehnat sarflamasdan daromadingizni 2 baravarga oshirgan bo'lasiz. Lekin agar foydalanuvchilar ko'proq haq to'lashni xohlamasalarchi, bu odatda 2 narsadan birini bildiradi. Bu mahsulotingizga ko'proq qiymat qo'shishingiz kerakligini anglatadi. To'g'rimi? Balki siz hozirda ko'targan narx endi sizning asosiy mijozlaringiz haqiqatdan ham ko'rayotgan qiymatdan ancha oshib ketgan bo'lishi mumkin ekan. Yoki bu kattaroq bir muammoni yechishingiz zarurligini anglatishi mumkin. Ehtimol,
Siz mijozlar uchun yechmoqchi bo'lgan muammo shunchaki yoqimli bir narsa bo'lib, ular bunga hech qachon katta mablag' sarflashga tayyor bo'lmasliklari mumkin. Shunday qilib, bu vaziyatda odatda siz ularning eng muhim 3 muammosidan biriga e'tiborni qaratmoqchi ekanligingizni anglatadi. Uchinchi imkoniyat ham mavjud. Siz 4 ta muhim narsadan birini taklif qilsangiz, evaziga pastroq narx berishingiz mumkin. Birinchidan, birinchi mijozingizga pastroq narx taklif qilishingiz mumkin. Agar siz faqat dastlabki fikr-mulohazalar olishni va platformada biror kishini jalb qilishni istasangiz, bu holat uchun pastroq narx belgilash mutlaqo o'rinli. Taniqli logotipga ega bo'lgan qimmatli mijoz bilan muloqot qilayotganingizda ham bu pastroq narx taklif qilishingiz uchun qulay vaziyat bo'lishi mumkin. Shundan so'ng, siz bu logotipni ijtimoiy isbot sifatida ishlatib, boshqa mijozlarni o'z platformangizga odatdagi narxda jalb qilishingiz mumkin. Bundan tashqari, agar mahsulotingiz, masalan, mijozlar ma'lumotlarini platformangizda saqlab, ular ketganda yo'qotadigan tarzda bog'lanishni yaratsa, bu ham pastroq narx taklif qilish uchun yana bir sabab bo'lishi mumkin. Agar siz birinchi yildan so'ng xizmatni yangilab, mijozlaringizni yuqoriroq narxga o'tkazishni uddalasangiz, bu odamlarni dastlab pastroq narxda jalb qilish uchun yaxshi sabab bo'lishi mumkin. Chunki siz kelajakda ulardan ko'proq foyda olishingizni bilasiz. Shuningdek, narxlarning doimiy emasligini yodda tutish juda muhim. Bu ta'sischilar orasida keng tarqalgan yana bir qo'rquv bo'lib, ular narxlarni birinchi marta to'g'ri belgilamasalar, mijozlarini yo'qotib qo'yish va ularni qayta jalb qilish imkoniyati bo'lmasligidan xavotirlanishadi. Yoki ba'zida asoschilar o'zlari muloqot qilayotgan mijozlar guruhi ularga nasib etadigan yagona mijozlar bo'lib qolishidan xavotirlanib, barcha mijozlarni albatta jalb qilishga intilishadi. Agar ahvol shunday bo'lsa, ehtimol boshqa bir biznes ustida ishlashingiz maqsadga muvofiq bo'lar. Aslida, vaqt o'tishi bilan mijozlar uchun narxlarni oshirish nisbatan og'riqsiz jarayon hisoblanadi. Buni amalga oshirishning bir necha xil usuli bor. Siz mavjud mijozlaringizga hozirgi narxlarni saqlab qolish imkoniyatini berib, faqat yangi mijozlar uchun narxlarni ko'tarishingiz mumkin. Bu ishni bajarishning bir usuli yoki narxlarni ko'tarishni rejalashtirganingiz haqida oldindan ma'lum qilishingiz mumkin. Mahsulotingizga narx oshishini qoplaydigan darajada yetarli qiymat qo'shsangiz, mijozlar oqimining sezilarli darajada kamayishini ko'rmasligingiz kerak. Agar sizning mahsulotingiz mijozlarni o'ziga jalb qiluvchi bo'lsa, ko'pchilik uni sotib olish uchun to'lovni amalga oshirishga tayyor bo'ladi. Netflix buning yorqin misolidir. Ushbu diagramma aslida Netflix kompaniyasining so'nggi 7 yilga yaqin vaqt davomida amalga oshirgan narx ko'tarishlarini ko'rsatmoqda. Ularning o'z mijozlariga narxlarni ko'tarishdan tortinmasliklarini ko'rish juda qiziqarli. Endilikda Netflix 221 million to'lovli obunachiga ega. Ular narxlarni oshirish yo'lini topishga muvaffaq bo'lishdi. Chunki bu obunachilar sonini avvalgidek suratda ko'paytirishga harakat qilishdan ko'ra, daromadni oshirishning eng oson usuli ekanligini tushunib yetishdi. Shunday ekan, agar Netflix 221 million mijoziga nisbatan narxlarini oshirish yo'lini topa olgan bo'lsa, siz ham bir necha dastlabki mijozlaringiz uchun buni qanday amalga oshirishni o'ylab topishingiz mumkin. 5-bilim esa ishni sodda tutish. Bu Quicken dasturining narxlar sahifasiga namuna hisoblanadi. Va ko'rib turganingizdek, bu juda murakkab masala. 5 ta turli sotib olish tugmasi mavjud. Narxlar turlicha 349, 399, 599 va 899 so'm. Narxlar ustiga aniq chizilgan. Uning yonida katta bir chegirma belgisi ham bor. Hatto siz Quicken mijozi bo'lishni xohlasangiz ham, qaysi rejani tanlash kerakligini aniqlash juda murakkab. Natijada bu konversiya darajalarining pasayishiga olib kelishi ehtimoli yuqori. Shunday ekan, narxlarni belgilashda shuni yodda tutish muhimki, mijozlarning ro'yxatdan o'tishi va sizga to'lov qilishiga to'sqinlik qiladigan qiyinchiliklar yuzaga kelmasligi kerak. Boshqa tomondan, GitLabdan ajoyib bir misol keltiraylik. Ularning narxlari aniq ko'rsatilgan 3 ta juda oddiy va tushunarli rejasi mavjud. Shu sababli ularning narxlash tizimi va narxlar sahifasi mijozlarga qo'shimcha to'siq yaratmaydi, hamda ularni ro'yxatdan o'tish va to'lov qilishdan qaytarmaydi. Shunday qilib, men sizga kompaniyalarga o'z mijozlari ma'lumotlarini yig'ish va ulardan foydalanishda yordam beradigan ushbu segment hikoyasini aytib o'taman. Ular ishni boshlaganlarida o'zlari mahsulotlar uchun pul to'lashga ko'nikmagan 2 muhandis edilar. Shunday qilib, ular o'z mahsulotlaridan biror kishi foydalanishi uchun uni bepul taqdim etishlari kerak deb o'ylashdi. So'ng ular sarmoyadorlardan mablag' jalb qilishni xohlashdi. Shunday qilib, ular daromadning o'sishini ko'rsatish maqsadida mijozlardan haqiqatdan ham pul undirish kerakligiga qaror qilishdi. Shunday qilib, ular dumlarini qisib, barcha bepul mijozlarga murojaat qilishdi.
va uyalinqirab, aslida ulardan oyiga $10, ya'ni yiliga $120 to'lov olishni boshlashlarini aytishdi. Shu sababli ular bu haqda mijozlariga aytishdan juda xavotirlanishardi. Ammo hayratlanarli tomoni shundaki, ularning mijozlari ularga umid qilamanki, siz bundan ko'proq haq olasiz. Aks holda mijozlarim ma'lumotlarini sizda saqlash meni xavotirga soladi, kabi xabarlar bilan javob bera boshladilar. To'g'ri, past narx mijozlarga ularning mahsuloti qimmatli emasligini yoki uzoq muddatda ishonchli bo'lmasligini anglatayotgan edi. Shunday qilib, yanada rivojlanish maqsadida ular savdo bo'yicha maslahatchi yollab olishdi. Va o'sha savdo bo'yicha maslahatchi ularga shunday dedi: siz yiliga $120 to'la olmasligingiz kerak. Buning o'rniga siz yiliga $120 so'rashingiz kerak. Bu korxonalar uchun mo'ljallangan mahsulot. Buni eshitib, ular qo'rqib ketishdi. Ularning mahsuloti uchun biror kishi yiliga $120,000 to'lashi ularning tasavvuriga sig'masdi. Shunday qilib, ular o'zlarining savdo maslahatchisi bilan birinchi savdo uchrashuviga borayotganlarida, maslahatchi ularga qat'iy aytdi: agar siz bu mijozga mahsulotingizning narxi $120 ekanligini aytmasangiz, men sizning savdo maslahatchingiz lavozimidan voz kechaman. Shunday qilib, ular uchrashuvga kirdilar va oxirida narxni muhokama qilish vaqti kelganda, mijoz narx qancha deb so'radi. Bosh direktor birdan qizarib ketib, juda ham asabiylasha boshladi va ohista $120,000 deb aniq aytdi. Mijoz esa javob berib, $12,000 qanday bo'larkan, dedi. Va ular oxir-oqibat narx sifatida $18,000 ga kelishib olishdi. Shunday qilib, ular aslida minglab barobar narx oshishiga erishmagan bo'lsa-da, narxni yiliga $120 dan $18,000 gacha, ya'ni 150 baravarga ko'tarishga muvaffaq bo'lishdi. Agar ular yuqoriroq narx so'ramaganda, bunga erisha olmasdilar. Shunday qilib, ular bu falsafadan foydalanib, o'z bitim hajmlarini 6 raqamli summalar va undan ham yuqori darajagacha oshirishni davom ettirdilar. Bu esa pirovardida Julio kompaniyasi tomonidan ularning $3 milliard dan ortiq mablag' evaziga sotib olinishiga olib keldi. Shunday qilib, Segment kompaniyasining hikoyasi sizga ibrat bo'lishi mumkin. Ular o'z mahsulotlarini boshida bepul taqdim etishni boshlagan. Oxir-oqibat yirik korxonalarga sotishga erishgan va $3 milliard dan ortiq qiymatga biznesni barpo etgan. Bu jarayon umid qilamanki, sizga foydali saboq bo'ladi. Shunday qilib, narxlash bo'yicha 5 ta asosiy xulosani yakunlash uchun. Birinchisi shuki, siz to'lov olishingiz lozim. Keyingi qadam narxni mahsulot tannarxiga emas, balki uning qiymatiga qarab belgilashdir. Uchinchidan, aksariyat startaplar o'z mahsulot yoki xizmatlariga yetarlicha yuqori narx qo'ymayapti va ehtimol siz ham shunday qilayotgan bo'lishingiz mumkin. To'rtinchisi shuki, narxlar doimiy emas. Birinchi urinishda to'g'ri qilishingiz kerakligidan xavotirlanmang. Vaqt o'tishi bilan ko'proq bilim orttirganingiz va mahsulotingizga yanada qiymat qo'shganingiz sayin uni o'zgartirib borishingiz mumkin. Va nihoyat uni juda ham sodda va tushunarli tarzda tuting albatta. Mijozlaringiz sizga pul to'lashiga to'sqinlik qiladigan murakkabliklarni kiritmang.